Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli musofirdek qadrdonlar. Aynan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida yoki Rossiyaning boshqa shaharlarida bo'lsanglar, bu video sizlar uchun juda ham foydali deb hisoblayman va diqqatli bo'lib, aynan Rossiyadagi vatandoshlarimizga videoni jo'natib qo'yinglar. Demak, hozirda reyestr muammosi bo'yicha juda ham ko'pchilik vatandoshlar bir-birini aldab, aynan internet tarmoqlarida, mana shu Instagramda ham juda ham ko'p moshenniklar paydo bo'lgan. Bu haqida qayta-qayta video qo'yganimiz bilan murojaatlar baribir kelyapti. Jinoyat sodir qilayotgan vatandoshlarimiz O'zbekistonda bo'lganligi uchun Rossiya hududida zakazchilar bo'lyapti. O'zbekistonga bormayotganligi uchun ish hal bo'lmayapti va cho'zilyapti. Yaqinda bitta zakaz berganmiz, u hal bo'lgani yo'q. Endi yana uchastkovoy sotilgan va bu muammoni hal qilish cho'zilib ketyapti. Agar hal bo'lmaydigan bo'lsa, keyinchalik prezidentga murojaat qilib chiqaman, chunki meni qo'limda hozirda 30 ga yaqin aldangan fuqarolarning hujjatlari bor, ko'chirilgan pullar va eng asosiy ularda muammosi reyestrga tushgan va reyestrdan chiqish uchun u insonga pul jo'natishgan. Eng kam pul 15.000 rubl. 15.000 rubl uchun kim necha kun ishlaydi, kommentariyaga yozinglar. Va reyestrdan chiqaramiz deb 100% qasam ichishyapti. Yana ko'plab vatandoshlarimizni, aynan 4 ta vatandoshimiz bor, patentni qo'ldan bergan. Patentga beraman, javob palon adresda ishlayman, Allohga qasam deb patentni qo'ldan, ya'ni dastavkadan taksi orqali jo'natgan. U odamlar patentga kelish uchun na meditsinadan o'tishgan, tushunmaydi birinchi marta Rossiyaga kelishi, na fotoga tushishgan, na отпечатка palsi topshirishgan, shunchaki pulni kartaga jo'natishgan va kutishgan, bilishmagan. Mayli, men shunchalik bo'lish mumkinmi odamni aldash uchun? Yana bu inson aldayotgan inson nima deydi? O'zidan advokat, yurist yoqib olgan. Eshitishim bo'yicha bu odam o'qib, nima deport bo'lib ketgan odam. Umuman yurist degan narsani yoniga ham borishmagan. Va bu yerda yurgan vaqtda просто elektronika magazinida nima u? Soat, yana har xil kitayskiy fuflolar sotish bilan shug'ullangan. O'zicha shustri, короче. Yana bitta narsani aytib bermoqchiman sizlarga. Aynan Rossiya hududida mana shu reyestrga tushish temasi nima bo'lyapti? Shu narsani bir narsani o'zingizlar uchun bilib qo'yinglar. Reyestrdan qachon chiqish mumkin? Hamma dokumentlar joyida bo'lib turib, bilmay qolib tushsanglar, registratsiyalar kitoy bo'lib qolsa, unda chiqishlaring mumkin. Hamma dokumentinglar joyida bo'lib, nimadir tushunmovchilik bo'lib, patentinglar kuysa-yu, patentinglar kuyganda sizlarda aybinglar bo'lmasa, unda patentlarni ham vastanavit qilib chiqsa bo'ladi. Unda ham через yurist, haqiqiy advokat sud orqali решение qilib beradi. O'zidan o'zi bo'lmaydi bu narsa. Bitta narsaga e'tibor qaratmayapsizlar. Rossiyada 2025-yildan keyin 90 kun yurish imkoniyatiga egasizlar. 90 kundan keyin qaytib kirsanglar, birinchi shu reyestrga tushasizlar, keyin qo'lga tushasizlar va deport bo'lib ketasizlar. Shu narsani hisobga olmayapsizlar. Oldinlari mumkin edi. 3 marta 90 kundan yurib chiqsa bo'lardi. Hozir patent qilmasangiz faqat 90 kun yurishingiz mumkin. И всё. Keldingiz, patent qilmay 90 kun yurdingiz, yana qaytib kelib, kirdi chiqdi qilib patent olaman degan fikrim yo'q. Faqatgina 90 kun yurish imkoniyatingiz 1 yilda 1 marta bo'ladi. Shu bilan shu imkoniyatdan foydalandingizmi, keyingi yil kelishingiz kerak. И всё. Hech qanday nima deydi u? Qasam ichishlariga ham ishonmanglar. Ishonmanglar, 100 marta aytyapman. Keyin yana bir narsa, demak siz 90 kun yurib qo'ydingiz, patentga topshirmadingiz, yana qaytib kirmoqchisiz. Faqat bitta yo'li bor, o'qishga kirsanglar, student bo'lsanglar, haqiqatan ofitsialniy o'qishlarga kirib, keyin dokumentlar to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Videoga olaman. Iloji bormi hayotda tinchlik degan salatdan yeyishdi? Aynan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida yoki butun Rossiya bo'yicha o'qishga kiradigan bitta sentrda men sizlarga tavsiya qila olaman. Ishonchli, sinalgan. Men уже nima deydi, maydan beri ular bilan hamkorlikda ishlayapman. Bani ko'pchilik o'quvchilarni kirgizib, уже legal, ya'ni qonuniy yurishlari uchun yordam berishdi. 100% men ularga ishonaman. Hattoki o'zimning qarindoshlarimni ham, tanishlarimni ham ularga topshirdim. Ishonsa bo'ladi 100%. Yana ularda boshqalardan kuchli jihati, masalan, o'qishga kirdingiz, dalishi siz diplom olmoqchisiz va diplom sizga основание bo'ladi Rossiyada hududda yurishinglarga. Ko'pchilik shu narsani olib ketmaydi. Kirgizdi, pulini oldi, всё. Dalish siz nima bo'lasiz, istoriyasi nima bo'ladi, harakatlaringiz qanaqa bo'ladi, hech kimga qizig'i yo'q. Ular asosiysi sizni shu vaziyatda pulingizni olishi, bu yog'i nima bo'lishi bilan qiziqtirishmaydi. Zachyotkalaringizni yopa olmasangiz, kursdan kursga o'ta olmaysiz, u narsalar bular uchun qiziq emas, ba'zilar uchun. Lekin Apcenter aynan
Moskvada, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida filiallari bor bo'lgan Apcenter, bular 100% sizni xuddi bir 1-sinfdan 4-sinfgacha qo'lingizdan ushlab to diplom zashitalaringizgacha yordam beradi. Va aynan Apcenterga kirib, mani nomimdan borib, Apcenterga o'qishga kirib, dal shu o'qimoqchi bo'lsanglar, o'qib diplom olsanglar, shaxsan men sizlarga podgotovka paketinglarda RVP, VNJ, гражданство olmoqchi bo'lsanglar, podgotovka paketinglarda men yordam beraman. Yoki Apcenterda o'qib turib, ko'chada qanaqadir muammolarga uchrab qolsanglar, bemalol menga telefon qilsanglar, hamma yuridiskiy muammolaringni shaxsan men yordam beraman hal bo'lishiga. Masalan, qanaqadir tushunmovchiliklar bo'lib qolishi mumkin yoki sizni ajal politsiya olib ketib nimadir qiladigan bo'lsa, albatta men o'zim shaxsan o'zimni tanish advokatlarim orqali yoki o'zim ishtirok etib, o'zim borib yordam berib, demak, biz o'zimiz boshdan oxirigacha sizlarga yordam beramiz. Bu meni sizlarga qo'limdan kelgan yordam va meni tavsiyam Apcenter, meni tanlovim Apcenter. Men Apcenterga ishonaman va bilasizlar, vatandoshlarimni doim to'g'ri, haqiqatgo'y va aldamaydigan odamlarga yuzlashtirish xohlayman. Meni tanlovim Apcenter va sizlar tanlovlaring ham Apcenter bo'lsa, tinch, chiroyli va uzoq yillik Rossiya bilan qolish imkoniyati yoki bo'lmasam pasport olish imkoniyati yoki turli yo'llarda ochish imkoniyati bo'lishi mumkin. Apcenterga telefon qiling meni nomimdan va dokumentlaringni topshirib o'qishga kiringlar. Hammanglarga omad. Sizlarni yaxshi ko'raman. Moshenniklardan ehtiyot bo'linglar va sekin-sekin bularni ham olib chiqamiz. Uchastkovoy hozircha sotilgan. Biz shunchaki kuzatyapmiz. Xudo xolasa o'xshamasa, albatta prezidentga murojaat qilib chiqaman. Suratlari ekranda bo'ladi. Sog' bo'linglar. Apcenterga telefon qilinglar, meni nomimdan o'qishga kiringlar.